Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Xitoydan tarqagan vabo to'g'risida ba'zi qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Ko'pinchimizning xabar olgandagidek bugun 4 ayning 15 kuni Xitoydan tarqagan bu vabo Xitoy sirtida 2 milyon atrofida odamga yuqumlanib dunyoning ko'p qismida andisha va vahim paydo qilmoqda. Buningdan 13 kun burun bu Xitoy sirtidagi yuqumlanganlarning soni 1 millionga yetgan vaqtida hammamiz shundoq andish qilgandik. Bugun buningdan 13 kun o'tib hazır 2 milyondan iş aldı turuptu. Bugün keşkiçe belki 2 milyondan işip ketişi mümkün. Yani Xitay sırtıdaki san. Xitay'daki 80 mindən artıq yuqumlanğıcını hesabqa almağa vaxtıda. Çünkü bu san işençilik emas. Şuna mən şu Xitay sırtıdaki sallarını asaslı qılıvatıma. Menin göz tutqunum faqat Xitay sırtıdaki san. Bugün keşkiçe belki 2 milyondan işip ketişi mümkün. Elbette hem de bu fakatla bir statistika, bu statistikaga kirmegen nurgun salla buluşu mümkün. Bazı qarindoshlar menden sorab nima uchun bu kasalliklar taraqqiy qilgan davlatlarda jiq, taraqqiy qilayotgan yoki kambag'al davlatlarda oz deb so'rganlar bo'ldi. Bu biz ko'rayotgan statistika faqatla shu davlat statistika qilib e'lon qilgan son. E'lon qilmaganini biz bilmaymiz. Shunga bu son faqatla shu taraqqiy qilgan g'arb davlatlarda, iqtisod yaxshi davlatlarda biroz ishonchlik, lekin qolgan davlatlarda hamda biz uni garchi reallikni yoshirdi demasakmi, deb qarmasaqmi, lekin buni bir statistika qilish uchun nurg'un xizmat ketadigan gap va nurg'un davlatlar niki undaq qilishga imkoniyati yo'q bo'lishi mumkin. Hatto shu Angliyadagidek pek cho'ng bo'lmagan taraqqiy qilgan davlatdimi o'tgan hafta shu statistika qilinganlarningki ichiga kirmagan 2000 odamningki statistikaga ichiga kirmay o'lab qolganligini yoki bo'lmasa o'lab qolgan, ya'ni boshqa sabablar bilan o'lab qoldi deb qaralgan 2000 odamningki oxirida shu kasal bilan munosabatlik o'lab ketganligi aniqlandi. Demak, bu o'lab ketganlar hatto shu statistikaning ichiga kirmagan yerda bu virus bilan yuqumlanganlarningki bu statistikaga to'liq kirishi texmi mumkin emas. Chunki bu virus bilan yuqumlanganlarningki ichida jiqlarningki alayda kasal alomati bo'lmaydi. Anandan keyin yuqumlanishga nisbatan nurg'un davlatlarda tekshirish, hamma odamni to'liq tekshirish imkoniyati yo'q. Amerikadami amaliy son balki hozir statistika qilingan sondan natijasi yuqori bo'lishi mumkin. Shunga ba'zi davlatlardagi sonniki oz bo'lishi hargizmi u davlatda yuqumlanishninki tuvan bo'lishini bildirmaydi. Nurg'un davlatlarda yetarlik shu sharoiti bo'lmaganligi uchun hamma odamni tekshirib aniqlab statistika qilolmagan. Men buningga bir misol keltirsam, misolanga shu biz hamda garchi mundaq alayda diqqatimizni qo'zg'ab his qilmasaqmi, har bir minutda dunyoda 250 odam tug'ilib, ya'ni 250 bovoq tug'ilib, 105 odam o'lib ketadi har bir minutda. Bunda chiqqan vaqtida bir kunida butun dunyoda 150 mingdan ortiq odam o'ladi bir kunda. Anandan keyin bir yilda 55 milyondan ortiq odam o'ladi. Bu odatdagi tabiiy o'lish nisbati. Biz agar buni birisi statistika qilib oldimizga qo'yib bermasa, biz buni farq etmaymiz. Bir oyda 150 ming odam o'ladi. Hamda
kasal sababidan butun dunyo bunga alohida e'tibor berib, har kuni, har soatlab statistika qilayotganligi uchun biz uni uqdiq. Agar unda qilmasa yoki qilish sharoiti bo'lmasa yoki bildirmasa, balkim bu kasal yana aynan o'z beti mengiverishi mumkin, lekin biz uqmasligimiz mumkin. Shunga bu yerdagi e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarniki cho'qim shu davlatning amaliy ahvolini aks ettirib berilishi notayin. Bu faqatla bir belgilik foydalanish qimmati bo'lgan son bo'lib, u cho'qim amaliyotda shundoq deb qarash hozir bak boldir. Chunki bu kasalga nisbatan men yuqorida deb o'tgandagidek nurg'un davlatlarniki bo'lib bak dehqonchilik asos qilingan davlatlarda kishilar tarqoq yashaganligi uchun 70-80% odamlarniki vaqtida kasal ko'rinib, vaqtida tekshirish imkoniyati yo'q. Bundaqlar mayli kasal bo'lsin, mayli o'lib ketsin, balkim shu ayndagi insonlarniki odati bo'yicha uni dafn qilib qo'yishi mumkin. U hargiz doktorxonaga berib yoki bo'lmasa hatto o'lib ketgandan keyin uning nima sababli o'lib ketganligini tekshirib aniqlaydigan unda bir fursat bo'lishi notayin. Nurg'un taraqqiy qilayotgan dehqonchilikni asos qilgan davlatlarda bu butunlay mumkin hamda. Biz yashayotgan shu muhitmi hatto biz hozir qadar o'zimizningki nupusiga qartami bir ishonchlik mandaq bir sonliq ma'lumotimiz yo'q. Hammamizniki o'zimizniki taxminiy bir sonimiz var. Shunga bizda masalan 15 milliondan 35 milyon, 45 milyon, hatta 50 milyon degandek o'xshamagan sonliqlar ma'lumotlar mavjud. Albatta bu kasalga nisbatan teg'imi mumkin-da bundaq statistikada aniqsizlik yoki statistika kirmaydigan ish teg'imi mavjud. Endi men bugün so'zlamoqchi bo'lgan asosiy mazmun bu kasal, bu vaba, mayli uni nima deb desak, bu hozir hayotimizga bevosita ta'sir ko'rsatgan bir reallikqa aylandi. Anandan keyin mutaxassislarniki faraz qilishiga qaragan vaqtida bu vaba qisqa vaqt ichida tugamaslik mumkin. 2 yil, 3 yil, hatta xeyli uningdan uzun bir zaman biz bilan qilib qilishi mumkin. Endi masala biz bu yerda bizning hayotimizni mushu andisha vahima ichida o'tkazimizmi yoki mushu reallikqa yuzlanib boshqa bir chiqish yo'li topimizmi? Bu hammamizningki o'ylashib beqishiga tegishli ish, chunki bu vaba uzunga so'zilishiga ergishib biz cho'qim shu uzungachilik hayotimizni hozirgidek davom qilish mumkin emas. Cho'qim bizmi shu muhitga moslashib yangi bir chiqish yo'li tepishimizga to'g'ri keldi. Anandan keyin shu ijtimoiy taratqularda, boshqa torbatlarda, shu insonlarda vahima paydo qiladigan qo'rqinchli uchurlar yoki odamga xato tushuncha beradigan uchurlar ko'p taqavatidi. Endi bu kasalniki, bu vabaniki insonlar keltirayotgan ziyni yolg'iz kasal paydo qilib bir qism odamlarniki o'lib qilishini keltirishlar emas, balki nurg'unlagan ijtimoiy masalalarni keltirib chiqaryotidi. Nurg'un odamlarni ishsiz qoldiryotidi. Masalan, Amerikada mushu vaba tufaylidan bir oy ichida 7 milyon odam xizmatidan ayrilib, kundalik turmushini normal davom qilish ta'sirga uchrayotidi. Hamda iliqi muqim xizmat va cho'ng shirkatlarda ishlaydiganlar maoshi to'xtatmay berayotgan bilan, lekin nurg'un ushshaq tijoratlar xaridorlarni yo'qotib qo'yish yoki do'konlarni taqlib qilish sababidan bu odamlar normal hayotini davom qilolmayotidi. Anandan keyin nurg'un kishilar mushu andisha, vahima, tahdid degandeklar tufaylidan ro'y jihatda ig'ir besimga uchrayotidi. Bundaq bir ahvol ostida biz xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlashga, o'zaro madad berishga yoki o'zaro mandaq rag'batlantirishning o'rniga har
xil qo'rqinchlik, tahdidlik, xato uchurlarni tarqitib, o'lmakning ustiga tepmaktep bu kasaldan andish qilayotgan vaqtida reallikqa uyg'un bo'lmagan bir vahimalarni tarqitishning o'zi meningcha to'g'ri emas deb qarayman. Bu vaba dastlab tarqalgan vaqtida ba'zi qarindoshlar turk genidagi odamlarga tarqamayotgan deb gap tarqatgan bo'lsa, hozir qopab bu virus shu A tipdagi qonga qarab yasalgan ekan. Uyg'urlarninki ichida 86% odam A tipliq. Ana shu bu virusning Uyg'urlarga qaratib yasalgan, Uyg'urlarga eng tahdid ko'p degandagidek ashtaqiliqi tük yo'q gaplarni taqtib yurgan qarindoshlar meningcha buningdan biz ko'p foyda olamaymiz. Men Uyg'urlarning qinininki qon tipining 86%ning A tipliqini men anglab boqmabdi ekanman. Uning ustiga bundaq A tipli qon bundaq ko'p uchraydigan millat yo'q dunyoda. Faqatla Xitoyda bir qism tadqiqotchilar shu Wuhandagi shu 1700 dan ortiq shu yuqumlangan bemorning qon tipini tekshirgan vaqtida ularninki ichida A tipli qon shu kasalga giribdor bo'lmaganlarga nisbatan 5% ortiq chiqqan hamda shuningdan bir maqola e'lon qilgan, anandagi xalqarodagi medialarmi balkim shu A tipdagi qondagilar bu virusga oson yuqumlanishi mumkin degan bir xabarlarni yozgan. Buniki hamdaliqi alayda bir sebep neticelik münasebeti bağımı degan vaqtida bundaq bir yakınga kelish nayta baldur. Buningki hamda hozircha alayda cho'ng bir asosi bor deb qarashqa baldur keladi. Yoki bo'lmasa balkim shunda bir tasodifiy kelib qolgan ish bo'lishi mumkin. Eng muhimi Uyg'urlarninki qininiki 86%ning A tipli qon ekanligi bu butunlay o'ydirma bir gap. Men Türklarninki, Uyg'urlarninki qon tipi to'g'risida alayda uchur yo'q ekan, lekin Türk millatininki ichidagi A tipi qondagilar 38% egallayotgan. Şuna bu 86% Uyg'ur A tipli qon degan gapning hech qanday asosi yo'q deb qarayman. Şuna bunda hozir hamda o'zaro yardım bo'lmaydigan, bunda o'zaro yardım bo'lmay qolmasdan o'zaro tahdid paydo qiladigan undaq yolg'on gaplarni meningcha taqatmayli qarindoshlar. Eng muhimi shu o'zaro destek bo'lib, o'zaro yordam berib, shu vabodan, shu tahdiddan qanday qutulamiz. Shu agar bu vabo shunday davom qilsa, buningdan qanday bir yangi chiqish yo'l topamiz. Shuning to'g'risida ko'proq o'ylashaylik, chunki bu hammamiz yuzlanayotgan bir masala. Endish qilish, qo'rqish, vahim paydo qilish hech qanday ishni hal qilmaydi.